Assalomu alaykum. Hurmatli qo'y qo'zish qozlari. Mana qo'yxonalarimiz zakazga tayyor bo'lib chiqish sharafasida, xudo xolasa. Qonni razborka bo'ladi. Qo'llari sasnadan, yangi sasna taxtadan qatirganmiz. Inshaalloh tomlari ham yig'ilib chachiladi. To'rga 1,5 metr holatda 10 ta 12 ta qo'ydi bemalol boqsiz bo'laveradi. Tomlari ham mana 2 ga bo'lib ajraladi. Alohida razborka bo'ladi. Bemalol bo'ladi. 10 ta 12 ta qo'ylar boqsiz bo'laveradi. Mana bularimiz ham o'sha to'rga 1,5 holatda buyurtma asosida tayyorlangan tomli holatda. Kimga kerak bo'lsa ekranda nomerlar qoldiramiz. Xo'p, mana shu holatda tomli holatda bo'ladigan bo'lsa 5,200,000 so'm. Tomsiz holatda bo'lsa 4,200,000 so'mga chegirma narxlarda tayyor bo'ladi. Mana katta bolalar qora jentrada yurmaydi. Katta bolalar mana Qurbonlik hayitiga alohida qo'chqorlarni o'zim yemlab, o'zim boqib so'yaman inshaalloh deganlarga, akaxonlarga mana alohidalik 5 xonali yig'ilib chachiladigan bu ham tayyor bo'ldi. Mana qo'llari qatirilish jarayonida. Xudo xolasa bu ham buyurtma asosida tayyorlanmoqda. Xo'p, bularimiz mana shu holatda 5 xonali holatda bo'lsa 6,200,000 so'm, agar o'pshiylik bo'lsa 5,200,000 so'mga tayyor bo'ladi. Xudo xolasa murojaat qilaverasizlar, ekranda nomerlar qoldiramiz. Akalarimiz o'z fikrlarini kommentariyaga yozib, like bosib qo'ysa, inshaalloh Xudo xolasa xizmatdamiz, yetkazib beramiz. Mana bu yoqda parranda ishqibozlariga ham chiroyli yig'ilib chachiladigan parrandaga moslangan to'g'rilarimizga yelim polli mana Xudo xolasa yelim polli go'nglari alohida tushadi. Mana bitta yuzlari go'ngini tortib turib tozalab yana joyiga qaytarib qo'ysangiz bo'laveradi. Yerda oxirlari ikki tarafida yig'ilib sochiladi. Xudo xolasa ekranda nomerlar qoldiramiz, murojaat qilaverasizlar. Inshaalloh xizmatlaringizda. Bularimiz to'q kataylarimiz narxi 2,800,000 so'mdan tayyor bo'ldi, zakazga chiqyapti, Xudo xolasa. Mana bu yoqda yana kraska sepish jarayoni. Kraskalar sepilyapti, Xudo xolasa. Bunimiz ham to'rga 1,5 holatda, faqat tomsiz 4,200,000 so'm qo'yayotganimda. Bu yoqda mana 3 xonali 2 ta 3 ta qo'y boqaman deganlarga alohida bu ham yig'ilib sochiladi. Xudo xolasa kraska sepish jarayonida bu ham kraskalarni sepib, pollarni qatirsak, bu ham tayyor. Zakazga chiqadi, Xudo xolasa. Alohida boqib, maza qilib qora qo'chqorlarni Qurbon hayitiga tayyorlab, bemalol o'zingizga ko'yingizdek qilib semirtirib olaverasiz, Xudo xolasa. Inshaalloh bularimiz narxi 3,200,000 so'm narxi. Mana yerda mana xashayxonalarimiz ham ko'proq qo'y boqadiganlarga xashayxonalarimiz ham bu ham hozir kraska sepish jarayonida. Tagida mana yerda yemlarni sotadigan o'zini maxsus oxiri bor. Oxirlariga ham qilinadi, yemlar sotib qo'yiladi, Xudo xolasa.
Mana ishlash jarayonlarimiz xudo xolasa. Ekranda nomerlar qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Kimga zarur bo'lsa xizmatlaringlar xudo xolasa. Marg'ilon Farg'ona ichi dastavkasi bepul. Qolgan joylarga kelishilgan holatda yetkazib beramiz inshaalloh. O'z fikrlaringizni kommentariyaga yozib, bitta like bosib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.